Barchaga salom. Men yana audio hikoyalarni chiqarishni davom etyapman. Ammo to'g'risini aytsam, bu hikoyani ancha oldin chiqarmoqchi edim, ammo vaqtim bo'lmadi. Vaqtim bo'lsa ham xohishim bo'lmadi. Endi tushunasizlar. Mayli, cho'zib o'tirmay boshlaylik. Audio hikoya boshlandi. Bo'sh stul hikoyasi. Bir yigit har kuni ertalab parkka borardi. Park shahar shovqinidan uzoqda, tinch va sokin edi. Daraxtlar asta-sekin shamolda silkinar, qushlar xirgoyi qilardi. Ammo yigitning ko'zlari har doim ichkariga qarardi. U atrofdagi deyarli hech narsani sezmasdi. Har safar u eski, bo'sh stulga o'tirardi. Orzulari va kelajak haqida o'ylardi. Lekin hech qachon birinchi qadamni qo'ya olmagan. Ichida bir bo'shliq bor. Uni to'ldira olmasdi. Bir kuni parkka bobosi tengi odam keldi. U asta unga yaqinlashib so'radi: "Har kuni shu yerga kelasan, lekin hech kim bilan gaplashmaysan. Nega bunday qilasan?" deb so'radi. Yigit jim edi. So'z topolmay qoldi va nihoyat u dedi: "Hech narsa qilgim kelmayapti. Orzularim bor, ammo ularga erisha olmayman. Go'yo ichimda bir bo'shliq bor. Uni to'ldira olmayapman", dedi. U odam bu gaplarni eshitdi. Stulga qaradi va dedi: "Shu stulni ko'ryapsanmi?" "Ha", dedi yigit. Bir paytlar bu stul yangi edi. Odamlar kelib unga o'tirardi. Suhbatlashardi, kulardi. Endi esa u eskirib, kam odam o'tiradi. Agar bu stol o'zi yurib odamlarni chaqirmasa, u doim bo'sh qoladi. Bo'sh bo'lmasa-da shunday qoladi. Yigit boshini egdi. Uncha tushunmadi. "Bu nimani anglatadi?" deb so'radi. U kishi esa javob berdi: "Hayot ham shunaqa. Agar sen harakat qilmasang, imkoniyatlar o'zlari kelmaydi. Orzularingni kutib o'tirsang, ular hech qachon senga kelmaydi. Harakat qilmaslik bu o'sha sen aytayotgan ichki bo'shliqni kuchaytiradi xolos", dedi u. U yana bir qancha gaplar aytdi. Ammo yigit faqatgina shu gaplarni eslab qoldi. Yigit o'sha kuni o'sha gaplarni xayolida qoldirdi. Ammo ertasi kuni harakat qilishga qaror qildi. Kichik bo'lsa ham. U yana parkka bordi. Ammo bu safar u stulga qarab emas, asta-sekin yo'l bo'ylab yurdi. Shamolni his qildi. Odamlarning kulgusini eshitdi. U o'yladi: kichik bir qadam, lekin qadam. Shundan keyin u o'zini birinchi kichik harakatini boshladi. Eski daftarini oldi va unga orzularini yoza boshladi. Keyingi haftalar yigit har kuni kichik harakatlar qilardi. Kitob o'qish, chizma yoki rasm, yangi odamlar bilan suhbat. Vaqtlar o'tdi. Yigit shuni tushundi. U motivatsiya kutayotgandi, ammo u o'zi kelmaydi. Harakat bilan keladi. Bir kuni u parkka qaytdi va yana o'sha eski stulga qaradi. Lekin endi unga u bemaqsad va shunchaki emas, o'zining o'zgarish nuqtasi, ilhom manbai deb qarashni boshladi. Xulosa: hayot harakat bilan to'ladi. Biz biror narsani kutib o'tirishimiz mumkin, ammo hayotda u kelishi uchun hech bo'lmaganda o'zimizni unga yaqinlashtirish uchun harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Matnni Abdurashidov Bahramjon o'qidi. Agar shunga o'xshash hikoyalarni qidirayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Darvoqe, kanalda yana bir qancha hikoyalar bor. Ular ham sizga manzur bo'ladi degan umiddaman.
Kelgusi videolarda ko'rishguncha.